Bismillahirrohmanirrohim deb o'pdim. 13 ta mashina qo'yib yuboraman, katta mashinani. 25-yil 7 Pro 22 ming yurgan, kraskasi top-toza, ideal holati 44.200 ga baraka qilamiz. C16 24-yil 73 ming yurgan, 25.500 ga beraman. Top-toza bu ham. C11 22-yil masli mashina 23 ming ga beraman. Aykar 24-yil bu ham masli 20 ming ga beraman bunisini. Honji 21-yil 68 ming yurgan, 18.300 ga beraman buni. Chempion Brizontali 2024-yil 30 ming yurgan, 22.5 ming ga beraman. 23-yil 605 tali 105 ming yurgan, 21.500 ga bo'lsa buni baraka qilamiz. Yuvanab 2024-yil ofitsialniy avtosalondan oling 50 ming yurgan, 18.700 ga bo'lsa baraka qilamiz. Chazor 55 tali ikkinchi paysi lukligi 24-yil 47 ming yurgan, 17.300 ga bo'lsa buni baraka qilamiz. Chazor 120 tali 23-yil 80 ming yurgan, 17.200 bu ham. Sigil 24-yil 23 ming yurgan, ideal holati 14.100 ga bo'lsa buni baraka qilamiz. Hyundai i30 22-yil 68 ming yurgan, 16 ming bo'lsa buni baraka qilamiz. Mendan arzon inomarga so'rayapsizlarmi? Mana arzon qo'yib yubordim. Mana bosamiz.